Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizlar kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Chilonzor rayon Baynal Minnalda joylashgan 6x sotu yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 500 kvadrat, 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan. Podval 1 va 2 qavat, xonalarning soni 6 ta. Darvozaxonadan 2 ta katta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan holda, kattagina joy yashil hudud uchun mo'ljallangan, paliflar tashalgan. Hovli tarafdan shunaqa chiroyli fasad ko'rinishiga ega bo'lgan bino ko'tarilgan. Hovlini etagida 2 ta naves bor, bittasi yozgi oshxona uchun mo'ljallangan, mana tapchan o'rnatilgan joyi ko'rishingiz mumkin va bu joyda hovlini etagida yana bitta kichikroq naves qilingan. Landshaftli chiroyli holatga keltirib qo'yilgan va imoratga 2 ta eshik orqali kirsa bo'ladi. Bittasi mana hovli tarafdan va bittasi darvozaxonadan kirganimizda yana bitta vxod bor. Imoratning ichiga kirish uchun mo'ljallangan. Birinchi qavatda zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona alohida sanuzel bilan va ikkinchi qavatda yana 4 ta xona joylashgan. Bu uy narxini opisaniyaga yozib qo'yamiz. Bu uyga qiziqadiganlar ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Joylashgan manzili Chilonzor rayon Baynal Minnal orientiri. 6x sotu yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 500 kvadrat, xonalarning soni 6 ta, imoratni tegi butunlay